bitta student aytyaptilar, ular как раз shu IT sohasida ham o'qib ham ishlaydilar. 1 yil уже ishlayaptilar. Lekin boshqa produkt bo'yicha. U aytyaptilarki, biz universitetda o'qigan shu produkt bo'yicha вообще boshqa bilim olganmiz deyapti. Hozir siz bergan, ya'ni produkt roadmap'i ideyadan finalizatsiyasigacha вообще boshqa anaqa. Nima desam ekan bilim. Akademiyada biz shunaqa bilim beramiz. Mana men bilaman, IT Park universitetida ham xuddi shunaqa podxod. Ular va biz informatsiyani kuzatib borish qanaqadir protsessi bizda tezroq deb hisoblayman akademiyada aynan. Ya'ni chunki ishlayotgan mutaxassislar ular yaxshiroq biladi-ku. O'ta o'qituvchilar yomon deyishmas. Kimgadir informatsiya tezroq keladi, chunki shu sohada ishlab turibdi odam. O'shanga akademiya bilan klassik universitetning farqi bir-birini qanaqa desam ekan, bu bir-birini nima deydi, rus tilida дополняют deydi-ku. To'ldirib beradi, bir-birini to'ldirishadi. Chunki universitetda o'qib turadigan talaba akademiyada ham o'qisa bo'ladi. O'zini bilimini sal kuchaytiradi. Lekin universitet studentlar uchun hayotining eng bir muhim qismi deb hisoblayman.